Assalomu alaykum. BMW 5-seriya 7-avlod 550 M550i X-Drive avtomobilimiz. Mashinamiz dalillariga kelsak, 57 million won. Mashinamiz eshigi qulf, rasmlarini telefon orqali ko'rsataman. 2021-yil 64 ming kilometr yurgan. Nomeri mana 8838 avtomobil. 8838 avtomobili, nomerli avtomobilimiz 57 million won, 64 ming yurgan 2021-yil. Texnik holatiga kelsak, ideal holatda. 38,5 million, 38,5 ming dollarlik yo'l keladi. 38,5 ming dollar. BMW avtomobilimiz, jigarrang salon, elektronniy sidina panetlarigacha bor. Bilak taqsimini uzib qo'yibdi. Hypesi joyida. Kimga shu link kerak bo'lsa tashlayveraman. Tezlik ko'rsatadigan laboyda funksiyasi avtohod, avtoparkinglarigacha. Mashina ideal holatda mana. 360 kamerasi bor. Link kerak bo'lsa nomerlarni listkamga yozib qoldirsanglar, shu mashinani linkini tashlab beraman. Lyuki bor. Ideal holatdagi 5-seriya 7-avlod BMW avtomobilimiz. Eksportga juda ketadi bu mashina. Qiziqqanlar bo'lsa allaqaychi ko'rasizlar.